Do'stlar, mana hoji onalarni duosini olyapman. Hoji ona qanaqa ekan? Siz 7 ta opa-uka kelishdi mana. Assalomu alaykum hoji ona. Alaykum assalom. Yaxshimisiz o'g'iljonim? Tanjoningiz sog' bo'lsin. Hoji ona hammalaring 7 ta opa singil ekansizlar-a? Nimalardan olib kelganlar? Aka-ukalardan bormi? Aka-ukalar bor, 3 ta o'g'il bor. Endi ularda ishlari bor ekan o'zlarini. Kelishalmadi. Kelishalmadi. Yana safar albatta kelishadi. Inshaalloh. Olib kelamiz. 10 ta bo'ladi. Inshaalloh. Inshaalloh. Hoji ona, joylar yoqdimi? Atmosfera qanaqa mana sizlar? Yoshi ulug' mana nimasizlar? Qanaqa havolar, nafas olishlaringiz? Bolajonim, mazza qilyapmiz. Mana chiroyli xonalar ekan, yangi bo'pti, mana 13 oy bo'ldi bo'lganiga deyishyapti. Tog'da tagiligini ko'rib, archazorlar borligini ko'rib mazza qildik o'g'lim. Umringiz uzoq bo'lsin bolam, rizqingiz ulug' bo'lsin, bolalaringizga bosh bo'ling. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Ilohim xalq xizmatida charchamanglar bolam, hech ham charchamanglar. Kelganki odam shetdan bahra olib, kasallarini shetlarga tashlab, sog' salomat bo'lib, davo topib, shifo topib, hamma uyga qaytib kelib, Xudo xolasa bir yilda 2 marta, 3 martadan kelaylik bolam. Bollarimizni olib kelaylik, kelinlarimizni, nevaralarimizni olib kelaylik, qizlarimiz bilan. Kayfiyatlarimiz ko'tarildi. Mazza qildik o'g'lim, sharoitlarimiz bolam. Mana Allohning mo'jizasi mana tog'larda, baland tog'da tog'larda orasida ekan, qarang, u yoq ham tog', bu yoq ham tog'. Tog'da o'rtasida ekan, Xudo xolasa kelib har yili bir kelib, hafta 10 kundan turib ketishlikni nasib qilsin Alloh bizga. Shu yerlarga siz ham shunaqa sharoitlarda qilib qo'ygan. Sizga ham rahmat. Alloh bundan ham martabangizni ulug' qilib qo'ysin. Ishlaringiz bundan ham chiroyli qilib rivojini berib qo'ysin. Hamma hordiq chiqarib ketyapti, xursanddir hamma bizga o'xshab. Alloh bundan ham ziyodasini berib qo'ysin. Salomat bo'ling. Kengaytiring bolam. Amin. Obunachilarimizga ham shu duo o'tsa hammalariga, bizni kuzatib turganlarga. Alloh xayrli barakatli qilib qo'ysin. Tanjoningizni sog' qilib, Hammaga ilindik. hamisha omadingiz bo'lsin. Hammaga ilindik, Narxlari ham unaqa qimmat emas, to'playdigan hamma bop ekan narxlar ham. Lekin sharoitlari mazza, to'pli pollar, atapleniyalar, hamma yo'g'i xaladenliklari, Havolari yo'g'i toza. bor ekan, sharoitlari Havolari juda zo'r. toza. Juda toza, archazor manalarni qarasangiz, shunday archalar, ikki tomoni to'q. Ilohim, tanjoningiz sog' bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmat.